Assalomu alaykum aziz opa-singillar va ona bo'lishga tayyorlanayotgan ayollarimiz. Bugun biza Xudo xolasa kichkinagina ko'zga ko'rinmas, ba'zan hech ham ko'rinmaydigan polip haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda boshlashdan oldin menga birinchi marta qo'shilayotgan bo'lsa, birinchi marta ko'rib turgan bo'lsa, o'zimni ozgina tanishtirib o'tmoqchiman. Qobilova Nilufar Abdurahimovna, reproduktolog, ginekolog sohasida ishlab kelaman. Asosan bepishlik bilan shug'ullanaman. Ginekologik bemorlarimizda yengilliklar hozir ancha ko'pligi uchun ba'zi holatlarda ginekologik bemorlar kelsa boshqa dugonalarimga jo'natishga sabab bo'ladi, chunki men o'zimni soham hozir chuqurlashib kelayotgan soham bu reproduktologiya, ya'ni xotin birgalikda qabulimga kelishadi va ularni shikoyatlarini, analizlarini tahlil qilib homilador bo'lishlariga yordam berishga harakat qilamiz, Allohning izni bilan. Endi boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ba'zi holatlarda shunaqa holatlar kuzatilganki, patsientkalarimiz murojaat qilganda meni hamma analizlarim yaxshi, turmush o'rtog'im ham analizlarini yaxshi deb aytishyapti, lekin homiladorlik yuzaga kelmadi deb aytishadi. Ba'zi holatlarda esa homiladorlik yuzaga keldi, lekin qisqa muddat ichida, ya'ni kichik muddatlarida homilam rivojlanishdan to'xtab qoldi degan shikoyatlar bilan kelishadi. Aynan shunaqa shikoyatlari bo'lgan tanishlaringiz yoki o'zingizda shunaqa muammolar bo'lsa, albatta bu jonli efirni oxirigacha ko'ring va inshaalloh sizga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Bu holatda asosan biza ba'zi holatlarda ko'zimizdan yiroq, ya'ni bilmay qolgan holatda yoki to'g'ri tekshiruvlar o'tkazilmaganligi sababli kichkinagina bachadon ichidagi mehmonchani, ya'ni polipni diagnostika qilishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Sababi bu polip joylashish jihatdan bachadonda eng yaxshi ko'rgan tub qismi, ya'ni homila urug'langandan keyin qon tomirlari eng yaxshi bo'lgan joyga borib birikib, ana o'sha yerda 9 oy oziqlanib tug'ilishga harakat qiladi va shu sababdan polip ham eng ko'p bachadon tubida joylashgan holatlari kuzatilgan. Va shu sababdan albatta sizda shu holatlar, yuqorida ketib o'tgan holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, reproduktolog, ginekologga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Sababi o'ziga yarasha diagnostik usullari va tekshirish kunlari ahamiyatga ega. Chunki siz polipni tekshirish vaqtini to'g'ri tanlamagan bo'lsangiz ham ultratovush orqali uni ko'ra olmasdan o'tkazib yuborgan bo'lishingiz mumkin. Endi kelinglar birgalikda polip o'zi nima haqida bir to'xtalib o'tamiz. Polip bu ichi bo'shliq bo'lgan a'zolarda rivojlanadigan kichkinagina bitta hujayrani noto'g'ri bo'linishi natijasida so'galga o'xshagan, qo'ziqoringa o'xshagan holatda go'sht, ya'ni massa, holga o'xshagan ham deyishimiz mumkin, massa kattalashishni boshlaydi. Va buni natijasida bizada urug'lanib kelgan tuxum hujayra bachadon ichiga birikadigan paytda u shu narsani implantatsiyalanishi uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kelib chiqish sababiga ko'radigan bo'lsak, kelib chiqish sabablari asosan surunkali yallig'lanish hisobiga, bachadon ichida mikroflorasini buzilishi hisobiga shartli patogen degan mikroblar bor. Mana normada bizada yashaydigan mikroblar bor, lekin ularning miqdori juda kam bo'lishi kerak. Lekin ba'zi holatlarda bizning immun sistemamiz pasayib ketishi hisobiga, vaqtida o'sha anemiyani davolamaslik hisobiga yoki ortiqcha vazn hisobidan, masalan sizda insulinni miqdori balandligi va buni natijasida estradiol va progesteron gormonlarining muvozanatini buzilishi natijasida ana o'sha yerda normada faoliyati tugagan hujayralar menstruatsiya qoni bilan tushib ketish o'rniga tez bo'linish jarayoni yuzaga keladi va u yerda shunaqa do'ngalakka o'xshagan hosilalar paydo bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, sababini mana bu aniq sabab
deb 100% mana shu sabab bo'lgan deb aytolmaymiz. Bir qancha kompleks sabablarni majmuasidan hosil bo'lishi mumkin. Shu sababdan albatta menga murojaat qilgan bemorlarda men mikroflorasini tekshiradigan femoflor analizlarini ko'pincha topshirtiraman. Sababi u yerda nafaqatgina tabiiy holatda bo'lishi kerak bo'lgan mikroblarni va shu mikroblarni miqdori, ya'ni haddan tashqari bo'lishi kerak bo'lgan miqdordan oshib ketib u yerda kasallik chaqirmayaptimi degan maqsadda mana shu analizni albatta tekshirib, agar o'sha anaerob havosiz joyda ko'payadigan mikroblarning miqdori oshib ketgan bo'lsa, turmush o'rtog'i bilan albatta bir vaqtda davolashni tavsiya beraman va natijada mikroflorani o'zini tiklanishida ham bir qancha homiladorlik yuzaga kelganini kuzatganmiz. Demak, sabablarini aytib o'tdim. Bu muhitni o'zgarishi, ya'ni surunkali yallig'lanish borligi, ortiqcha vazn hisobiga insulinni balandligi bizada boshqa gormonlarni, ya'ni estradiol va progesteron muvozanatini buzilishi natijasida o'sha yerdagi hujayralarni ko'payib ketishi, normada hayz kelganda ko'chib tushadigan qism ko'chmasdan ana o'sha yerda xuddi qir adirga o'xshab balandlashib, qon tomirlari bilan o'zi bilan ta'minlanib, bolani birikishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yana bitta sabab bor. Bu sabablardan bittasi bu irsiy ham bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda bemorlarimiz murojaat qilganda nafaqatgina bachadonda polipi, o't qopda polipi, qizil o'ngachda, oshqozonda, ichaklarda polipi bor holatlari kuzatilgan. Mana bu holatda irsiy moyillik va aynan sizda ishlab chiqarilayotgan estradiol va progesteronga sezuvchan bo'lgan hujayralarni sezuvchanligi buzilishi natijasida, bu qaysidir sizda o'sha fermentni yoki genni mutatsiyasi bilan buzilishi hisobidan poliplar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqoridagi aytgan holatlar emas, aynan tashuvchilik qandaydir holat hisobiga poliplar paydo bo'lishi mumkin. Sabablarini endi aytib o'tdik. Endi simptomlarga keladigan bo'lsak, ya'ni qanaqa belgilari bilan biza polipni aniqlashimiz mumkin. Ko'pincha umuman hech qanaqa belgilari bo'lmasligi mumkin. Asosiy diagnostikada, ya'ni bizaga murojaat qilganda ultratovush orqali ko'rganimizda biza polipni aniqlashimiz mumkin. Lekin ba'zi holatlarda ayollarimizda shikoyati bo'ladi. Shikoyatlardan birinchisi bu hayz siklini ba'zan uzayib ketishi, ya'ni o'sha ortiqcha hosil bo'lgan qismdan tiklanish holati yaxshi bo'lmaganligi uchun uzoq muddat hayz to'xtamasligi. Ba'zi holatlarda buni biza adenomioz bilan ham diagnostika, ya'ni adenomioz emasmikan degan diagnostikani qilayotganimizda polipni aniqlashimiz mumkin. Bu ya'ni hayz siklini uzayib ketishi, hayz siklini buzilishi. Ya'ni bu yerda bachadon ichki qavatida o'sha hosil bo'lgan hosiladan tiklanish jarayoni sekinlashganligi hisobidan o'sha yerda qonab, masalan, normada 8 kunda hayz tugashi kerak bo'lsa, 10-12 kunlab ham ozgina surtilib kelib turgan ajralmalar, qonli ajralmalarga shikoyat qilishi mumkin. Ikkinchi simptomlardan bittasi bu polipni qayerda joylashganiga qarab, masalan, ba'zi holatlar faqatgina bachadon ichida emas, bachadondan bo'ynida hosil bo'lgan polip kontakt hisobidan, ya'ni jinsiy aloqa qilganda kontakt hisobiga qonashi mumkin. Bunaqa ham shikoyatlar bo'ladi. Ya'ni boshqa payt yaxshiman, faqatgina jinsiy aloqadan keyin ozgina qonli ajralmalar kelyapti deb shikoyat qilishlari mumkin. Va biz bu holatda albatta kresloda ko'zgular, ya'ni zerkalo orqali qinni kirib, u polip bor yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Yana shikoyatlardan bittasi bu, ya'ni hayz o'sha qonli kelishi, bepishlik, ya'ni hech qanaqa sabab yo'q, gormon buzilishlarimiz yo'q, turmush o'rtoqlarida urug' analizlari yaxshi, bachadon naylari ochiq, lekin homiladorlik yuzaga kelmayapti. Aynan shunaqa holatlarda ham biza bachadonda embrionni, homilani birikishiga to'sqinlik qilayotgan qandaydir to'siqlar yo'qmi, bularni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi.
simptomsiz degan holatim ko'pincha yuzaga kelishi, ya'ni hech narsa bezovta qilmasligi mumkin ayolni va faqatgina biza o'sha ultratovush orqali ko'rganimizda aniqlashimiz mumkin. Endi diagnostikasiga keladigan bo'lsak, ya'ni qanaqa qilib tashxis qo'yishimiz mumkin. Tashxisida asosan hayz siklini tugashi bilan 3-4 kun ichida ultratovush orqali transvaginal, ya'ni qin orqali ultratovush orqali ko'rib, bu holatni aniqlashimiz mumkin. Nimaga hayz tugashi bilan deb aytyapman? Sababi bizani hayzimiz tugashi bilan hali bachadon ichki qavati ingichka holatda bo'ladi va o'sha do'ngalakni, oyoqchasida bo'lgan polipni biza ko'rishimizga imkoniyat yaxshiroq bo'ladi. Masalan, siz tekshirtirdingiz, hayz siklini 15-kunidan keyin tekshirtirganingizda sizda polipni ko'ra olmay qolishimiz mumkin va shu natijasida ko'plab patsientlarimiz uzoq muddat tashxisni ham qo'ya olmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni tekshirish muddati juda ham muhim. Masalan, sizda polip bor, men hozir aytdim, toza bo'lgandan keyin 3-4 kun ichida albatta ultratovush orqali ko'rish kerak. Ba'zi holatlarda polipni hajmi shu darajada katta bo'lib, 12, 13, 14 kungacha ham, ya'ni ovulyatsiya bo'ladigan kungacha ham ozgina surtilib kelishi mumkin. Bunaqa holatda istisno ravishda patsientlarimiz albatta murojaat qilish kerak, chunki keyingi ovulyatsiyadan keyingi fazaga o'tganda bachadon ichki qavati qalinlashgani hisobiga u ichida qalin bo'lgani ichida polip ko'milib ketadi va siz biza, ya'ni reproduktolog sifatida ultratovush orqali uni ko'ra olmay qolishimiz mumkin. Bu birinchi tekshiruv, ya'ni transvaginal hayz tugashi bilan asosan biz aytamiz shu 5-kunidan 9-kuni oralig'ida albatta murojaat qiling deb aytiladi. Va birinchi navbatda aniqlangandan keyin agar hajm jihatdan haddan tashqari katta bo'lsa, ya'ni 1 sm-dan katta bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri buni oldirishga tavsiya qilishimiz mumkin. Lekin agar hajm jihatdan o'lchamlari 1 sm-dan kichik bo'lsa, keyingi hayz siklida qayta ko'rish tavsiya qilinadi. Ba'zi holatlarda haqiqatan o'lchamlari juda kichkina bo'lsa, biza bu holatda hattoki ozgina sabr qiling, 2-3 oy ichida agar homiladorlik yuzaga kelmasa, keyin buni albatta operatsion yo'l bilan oldirib tashlashingiz kerak deb aytiladi. Mana shu yerda bitta misol qilib aytmoqchiman. Yaqinda menga murojaat qilgan bemorimizda polip aniqlagan edim, lekin polipni o'lchamlari juda kichkinaligi va joylashish jihatidan bola birikadigan joydan uncha yaqin bo'lmaganligi hisobidan patsientkamizga ozgina sabr qiling, gisteroskopiya qilishish hozircha shart emas dedim va natijada 3-oyida, ya'ni to'g'ri 1-2 oylari kutdik homiladorlikni, lekin 3-oyda xushxabar bilan bizani xursand qildilar, o'zlari ham aytdilar. Menga aytuvdingiz, shu 3 oy ichida agar homiladorlik yuzaga kelmasa polipingizni oldirasiz deb aytgan edingiz, shunga polip oldirishga borishim kerakmikan deb turgan holatlarda hayz sikllari kelmadi va test qilganlarda homiladorlik aniqlandi. Ya'ni har doim ham operatsiya qildirish kerakmi degan savollarga mana sizlarga bitta haqiqiy bitta misolni aytib o'tmoqchiman. O'lchamlari va polipni joylashish joyi juda ham muhim va sizni turmushingizga qancha bo'lgan, ya'ni siz hozir homiladorlikni rejalashtirayotganingizga qancha vaqt bo'lganligi ham juda muhim hisoblanadi. Hammani ketma-ket bizni operatsiyaga jo'natmaymiz, individual yondashgan holda sizni holatingizda bu foyda beradimi yoki ozgina kutib mana shu kichkinagina polipni fonida ham siz homilador bo'la olasizmi? Bularni asosan reproduktolog, ginekologlar hal qilib beradi. Demak, ikkinchi diagnostikaga keladigan bo'lsak, ikkinchi diagnostik usuli bu biza haykozi deb aytamiz. Bachadon ichiga fizrastvorni jo'natib, o'sha ichini kengaytirgan holda polipni joylashishini, o'lchamlarini aniq ko'rib olishimiz mumkin. Bu protsedurani ham o'sha poliklinika sharoitida qilish mumkin, tekshirsa bo'ladi. Ba'zi holatlarda bitta ultratovush menga polip bor dedi, ikkinchisi yo'q dedi, uchinchisi bor, oldir dedi. Mana shunaqa holatlarda to'g'ridan-to'g'ri operatsiyaga borishga qat'iy ko'rsatma topa olmayotganimizda qo'shimcha ravishda, ya'ni transvaginal ultratovushga qo'shimcha ravishda biza haykozi usulida, ya'ni fizrastvorni jo'natib, hayz tugagandan keyin jo'natib, ichini suyuqlik bilan to'ldirganimizda polip aniqroq ko'rinishi
tashxisga ega bo'ladi va biza tashxisni qo'yib keyingi taktikani patsientimizga aytishimiz mumkin bo'ladi. Va ba'zi holatlarda masalan shu darajada poliplar mayda va juda ham ko'p bo'lganda biza ultratovush orqali faqatgina bachadon ichki qavatini qalinlashuvini yoki eko muolajasini o'tkazganlar va eko muolajasida homila ushalmaganda diagnostik gistroskopiyani tavsiya qilamiz va bu gistroskopiya natijasida kamera orqali kirilganda butun bachadon ichki qavatlarini ko'z bilan ko'rish natijasida tashxis va davolash usulini qilishimiz mumkin. Bu holat asosan biza 2 martalab masalan embrionni qo'ydik eko muolajasida, lekin o'xshamadi. Undan keyin taktikada diagnostik bachadon ichini ko'raylik, qandaydir haqiqatdan homilani ushalib ketishiga to'sqinlik qilayotgan holat bormi deb patsientimiz jo'natgan holatlarimiz bo'lgan. Menda bitta patsientim inseminatsiya qilganmiz, inseminatsiyada homiladorlik yuzaga kelmagan, sababi aniqlanmagan bepushtlik bilan inseminatsiya taklif qilganman. Inseminatsiyada homiladorlik bo'lmadi. Keyin biz eko muolajasiga o'tdik. Eko muolajasida 2 marta homilani bachadon ichiga o'tkazganimizdan keyin ham homiladorlik yuzaga kelmagandan keyin men ultratovush orqali hech qanaqa to'sqinlik ko'rmasam ham 3-chi qo'yishdan oldin, muzlatilgan embrionlarni qo'yishdan oldin albatta boring gistroskopiya qildiring deb tavsiya qildim. Hozirda 20 haftalardan oshib qoldi homilalari. Mana shu patsientkamizda gistroskopiyani jarayonining ichida mayda bir qancha poliplarni aniqlandi va har bittasi o'sha olib tashlash natijasida keyingi 3-chi qo'yganimizda homiladorlik yuzaga keldi. Mana ko'rib turganingizdek, jonli efiri boshida aytdim, polip oldirmasdan ham homilador bo'lgan bemorim bor va umuman ultratovush orqali polipni ko'rmasdan turib 2 marta bachadon ichiga qo'yganimdan keyin o'xshamaganda biza albatta keyingi tekshiruvlarga o'tishimiz kerak. To'g'ridan-to'g'ri darrov o'tishni tavsiya qilmaymiz. Bu operatsiya hisoblanadi. Ko'rsatma bo'lishi kerak. Albatta buni qildirish uchun 3-chi qo'yishdan oldin mana bemorimizda hozirda homiladorligi bor. Mana biza ba'zan haqiqatdan ko'zimiz bilan hamma narsani ko'ra olmasligimizni holati, lekin hamma narsani taroziga qo'yib qaysi ishni birinchi qilish kerak, qaysi ish birinchi muhimroqligini qaror qilib keyin patsientlarimizga bu protsedurani tavsiya qilishimiz mumkin. Demak, yana qisqa qilib aytadigan bo'lsak, transvaginal ultratovush tekshiruvi bu hayz siklini 5-kunidan 9-kunida qilish juda ham muhim. Sababi o'sha paytda endometriy ingichka bo'ladi va biza do'ngak bo'lib hosil bo'lgan hosilani ko'rishimiz osonlashadi. Ikkinchi tekshiruvimiz bu haykozi, ya'ni fizrastvor orqali bachadon ichiga suyuqlik jo'natib, hosilani yaxshiroq ko'ra olishimiz va uchinchisi diagnostik gistroskopiya hisoblanadi. Ba'zi holatlarda hozir mana 3D ultratovushlari ham ultratovush tekshiruvlari ham bor. U yerda ham biza to'liqroq, aniqroq ko'rish imkoniyatimiz bor. Demak, diagnostikasini aytib o'tdim va ikkita jonli sizlarga haqiqiy misollarni ham aytdim. Keyingi qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu davolash. Endi davolashga keladigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri katta hajmli poliplar o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Albatta bunda operativ yo'l bilan davo chorasini qilishimiz kerak bo'ladi. Operativ yo'l deganimda, ya'ni qorin sohasida kesish, qandaydir holat bo'lmaydi. Qin orqali kamera kirgiziladi. Sizni 5 uzoq bilan 10 minutga og'riqsizlantiruvchi va uxlatib qo'yib, kirib, o'sha bachadon ichi reviziya tekshiriladi va o'sha bor bo'lgan polipni olib tashlash kerak bo'ladi. Qanaqa xatoliklarga yo'l qo'yishadi? Mana shu davolash usulida meni o'zimni tajribamda juda ham ko'p xatolar bilan qayta shu protsedurani o'tkazishga sabab bo'lgan holatlar bor. Bulardan bittasi, polipingiz bor ekan desam, borib o'zini masalan yashash joyida qirinda oldirish, viskabливание deb aytiladi. Qirinda olib polipni oldirish holatlari ko'p kuzatiladi.
qirinda olganda siz aniq polipni olib tashlamagan bo'lishingiz mumkin. Chunki u yerda siz ko'z bilan ko'rmaysiz. Ko'p qilib kelishadi shunaqa, boring, polipingizni oldiring, keyin homiladorlikka harakat qilamiz desam, borib gastroskopiya emas, abort qilganga o'xshab ichini tozalab, o'sha polipni oldirdim deydi. Mana shu holatda ko'pincha birinchidan to'liq polip olinmaydi. Boshda aytib o'tgandek, uni oyoqchasi bo'ladi. O'sha oyoqcha qismi, ozgina qismi qolib ketsa, yana qayta o'shadan polip paydo bo'lishi mumkin. Va bu protsedurada nima holat bo'lishi mumkin? Birinchidan o'sha to'g'ri davolash turi bu bo'lmaganligi uchun umuman o'sha polip turgan joygacha bizani kuretkamiz, o'sha tozalaydigan kuretkamiz yetib bormagan ham bo'lishi mumkin. Qancha vaqt mana qildirib kelishadi, ultratovush orqali qarayman, hali ham polip turibdi. Nima qildingiz? Rostdan gastroskopiya qildirdingizmi desam, yo'q, viskabливание bilan ham olib tashlasa bo'larkan deb aytdilar. Men shunaqa qilib oldirdim deydi. O'shaning uchun sizni davolayotgan vrach aytganda, albatta aytgan vazifasini qilishni nima deydi, o'zingizlarga qonun qilib qo'yishinglar kerak. Sababi sizni manfaatingizni o'ylagan holda bu narsa tavsiya qilinadi. Mana shu bemorlarimizga boring, endi yana qaytadan narkoz ostida gastroskopiya qildiring deyman. Va mana shu viskabливаниyaning o'zi ham bizga salbiy ta'sir ko'rsatib, uni qayta paydo bo'lishiga, bachadon ichi endometriyasini jarohatlanishiga va yuqorida aytib o'tgan sabablardan bittasi surunkali yallig'lanishga sabab bo'lishi mumkin. Mana shu holatlarni oldini olish uchun sizga gastroskopiya aytilgan bo'lsa, albatta gastroskopiya qildirishingiz kerak. Viskabливаниya bilan, ya'ni ichini qirindi olish yo'li bilan palpal biopsiya qildirdim deb kelishadi. Mana shular bizga to'g'ri kelmaydi va sizni maqsadga erishishingizda yana orqaga surilishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Yana bitta sabablarni aytib o'tmoqman. Hozir mana esimga tushdi. Ichidan qirinda olish deganda, ba'zi holatlarda homila rivojlanishdan to'xtagandan keyin ham homila to'liq tushmasa, o'sha homilaning bir qismi qolib ketsa ham, o'sha joyda platsentar polip deb aytiladi. Ya'ni yo'ldoshdan hosil bo'lgan poliplar hosil bo'lishi mumkin. Bu holatda ham biz gastroskopiya yo'li bilan albatta uni olib tashlash tavsiya qilinadi. Demak, davolash usuli o'lchamiga ko'ra, agar 1 sm-dan katta bo'ladigan bo'lsa, biz gastroskopiya tavsiya qilamiz. Kichik bo'lsa va joylash jihatdan juda pastda, ya'ni tub qismiga yaqin bo'lmasa, ba'zi holatda kuzatuv taktikasini ham tavsiya qilishimiz mumkin. Endi qayta paydo bo'lmasligi uchun nimalar qilishimiz kerak deganda, mana davolash usulida to'g'ri tanlangan usulni o'z vaqtida bajarish. Ya'ni siz gastroskopiya qildirmasdan viskabливаниya, ya'ni qirinda olish yo'li bilan davolaydigan bo'lsangiz, bu qayta paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, paydo bo'lishining sababi, sizda agar o'sha surunkali yallig'lanishni davolamasangiz, ana o'sha yerda hujayrada bo'linish jarayoni notekis yuzaga kelib, hayz kelganda to'liq ichki qavat ko'chmasdan, u yerda yana qaytadan polip paydo bo'lishi mumkin. Asosan davolanish taktikasidan keyin 1 oydan 3 oy ichida homiladorlik yuzaga keladi. Yoki sizda agar muzlatilgan embrioningiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha muzlatilgan embrionni qo'yish uchun gastroskopiyani xulosasiga ko'ra u yerdan biopsiya olinib tekshiriladi. Biopsiyada chiqqan natijaga ko'ra reproduktolog qaror beradi. Qilingan oydan keyingi oyga embrionni qo'yishi yoki 2 oy to'liq davolaning va undan keyin embrioningizni qo'yishimiz mumkin degan tavsiyalar beriladi. Va qayta paydo bo'lmasligini oldini olishda yana bitta narsa, bu sizda agar ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, bu ortiqcha vazndan albatta kurashib davo choralarini o'z vaqtida qilishingiz kerak. Ortiqcha vazn boshqa mexanizmlarni, ya'ni gormonal buzilishlarga sababchi bo'lishi mumkin. Ya'ni normada har hayz kelganda bachadon ichki qavati to'liq ko'chishi kerak. Mana shu to'liq ko'chmaslik asosan masalan polikistoz bemorlarimizdan aytadigan bo'lsak, u yerda nisbiy estradiol balandligi bo'ladi va natijada u progesteron yetishmovchiligi hisobida ana o'sha yerda qalinlashish,
keyinchalik u yerdan polip paydo bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda masalan prolaktin gormonini me'yoridan baland bo'lishi ham o'z vaqtida hayzni kelmasligi, ichki qavatni o'z vaqtida ko'chmasligi bu holatni paydo bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ya'ni ildiziga hosil bo'lish sabablarini albatta ko'z o'ngida, ya'ni oldimizda turishi kerak. Mana shu sabablarni albatta bartaraf qilganimizda qayta paydo bo'lishini oldini olgan bo'lamiz. Hozir qarayman, biz yarim soatga mo'ljallagan edim. Yana 5 daqiqamiz bor. Agar shu mavzuga oid savollar bo'lsa, albatta javob berib o'tmoqchiman. Mana assalomu alaykum Nilufar opa, 3 marta gastroskopiya qildim, tabiiy homila bo'lmayapti. Eko ham qildim, nima sababdan bo'lmayapti? Demak, albatta sizni holatingizda gastroskopiyada xulosa nima deb aytgan, ularni ko'rib chiqishimiz kerak. Ba'zi holatlarda mana shu surunkali yallig'lanish degani surunkali endometrit degan tashxisi bilan birgalikda kelayotgan bo'lsa, uni o'z vaqtida davolab, ya'ni immun sistemasi, bachadonni o'zini maxsus immun sistemasi bor. Bolani birikish va uni qabul qilib olish uchun o'zini immun sistemasi to'g'ri ishlayotgan bo'lishi kerak. Agar o'zini bachadonni ichki immun sistemasi buzilib ketgan bo'lsa, u homilani taniya olmasligi mumkin va shuni natijasida embrion birika olmasligi mumkin. Lekin sizni holatingizda agar siz eko muolajasida ham homiladorlik yuzaga kelmagan bo'lsa, bundan keyingi etapda albatta eko muolajasida embrionni genetik tekshiruvini albatta qilish kerak. Chunki ham tabiiy bo'lmayapti, ham ekoda уже bo'lmadi degan, ekoda necha marta qo'yilganligi, bularni hammasini hisobga olishimiz kerak. O'sha masalan sizda 2 marta genetik tekshiruvsiz qo'yilgan bo'lsa va sizda hozirda muzlatilgan embrioningiz bo'lsa, gastroskopiyani xulosalariga qarab turib, planlashtirgan holda davolovchi vrachingiz bilan maslahatlashib keyingi embrion qo'yishingiz kerak. Agar muzlatilgan embrion qolmagan bo'lsa, unday holatda qayta eko muolajasi, chunki agar turmushingizga ancha vaqt bo'lib ketgan bo'lsa, yana qayta eko muolajasi va eko muolajasida kerak bo'lsa genetik tekshiruv, homilani genetik tekshiruvini o'tkazish kerak. Ba'zi holatlarda homilada genetik o'zgarishlar hisobidan bachadon uni qabul qilmaydi va homiladorlik yuzaga kelmasligi mumkin. Homilador bo'lgan bemorlarimiz ham yozibdi. Kattakon rahmat. Ilohim yaxshiliklarga Allohim sababchi qilsin. Mana mamita bola rivojlanmayapti. 3 marta shunaqa bo'ldi deb aytibdilar. Men bugun faqatgina polip haqida gapirdim, lekin bir qancha reelslarim bor va homilani rivojlanishdan to'xtashiga taalluqli bo'lgan jonli efirim bor. Albatta uni ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Chunki men nima deydi, supradan bitta qismini aytdim. Polip paydo bo'lganda, masalan, bola birikishiga to'sqin. Lekin bir qancha yana sabablar bor. Mana shu sabablarni albatta birma-bir istisno qilib, bu emas deb ko'rib chiqib, keyin sizga yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Konsultatsiyaga albatta kelishingiz kerak. Qo'lingizdagi bor hamma analizlar bilan albatta, chunki o'shalarga qarab turib, yana qaysidir analiz kerakmi yoki tekshiruv kerakmi, yo bor qo'lingizdagi analizda bizga yetarlimi, yo'qmi, shunga qaror berib, keyin sizga yordam berishimiz mumkin. Shu bilan bizani bugungi jonli efirimiz yakunlanadi. Inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ldi deb umid qilaman. Aynan mana shu mavzuda qiynalayotgan tanishlaringiz bo'lsa, efirni saqlab qo'yib, ularga jo'natishingizni tavsiya qilaman. Sababi qancha biz qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilsak, bu yaxshiligimiz albatta o'zini joyini topadi va sizni hayotingizda ham qaysidir holatda sizga albatta yaxshilik bilan qaytadi deb umid qilaman. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, efirni tagida qoldirishinglar mumkin. Iloji boricha ko'rganlarim hammasini javoblashga harakat qildim. Inshaalloh bo'sh vaqtlarimga qarab ularga ham javob yozishga harakat qilaman. Lekin eng to'g'ri holat bu sizni holatingizda nima sabab bo'layotganini bilish uchun jonli
offline konsultatsiyaga kelishlaringizni tavsiya qilaman. Chunki ba'zi holatlarda mana shu aytganimdek to'g'ri kunda ultratovush orqali ko'rilmaganligi uchun uzoq muddat polip tashxisi qo'yilmagan ham bo'lishi mumkin. Siz ya'ni hayz kelishiga yaqin borgan bo'lishingiz mumkin yoki ovulyatsiyadan keyin ultratovush orqali tekshirilgan bo'lishingiz mumkin va natijada bachadan ichki qavati qalinligida biza u polipni ko'ra olmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Yaxshilikda inshaalloh ko'rishaylik. Hammalarga rahmat. Bunaqa ish vaqtida qo'shilib efirni ko'rishga g'ayrat qilganinglar uchun inshaalloh keyingi efirlarda ham sizlardan kelgan savollarga qarab yana keyingi mavzularni inshaalloh tanlaymiz. Xayr.